Assalomu alaykum, hurmatli Zavod Avto kanali obunachilar, do'stlar, videoni oldin aytib o'tamiz. Pryamoy egalaridan Nexia 3 avtomobili kelibdi. 2018-yil. Kraskalari rodnoy, 100 000 km yurgan, lekin klapanlari ochilmagan, motorga kulish tegmagan. Akkumulyator toza qo'yilgan, 4 dona paket diska balon qo'yilgan, balonlarni ko'rishingiz mumkin. Metan gaz ham toza qo'yilgan ekan, holati cho'tki holatda, kraskalari yo'q. Narxini ham aytib o'taman, 95 million so'm narxi. Ustida kelish beriladi. Pryamoy egani nomerini qo'yib qo'yaman. Egalardan kelib turibdi. Mashina holati zo'r. Ko'rishingiz mumkin, sosteniyasi cho'tki holatda turibdi. Chexol, polik, pult hamma narsa qo'yilgan. To'g'ri olib haydab beradi. Mashinada 1 gram kamchilik yo'q. Olasiz, faqat haydaysiz. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r. Даже arkada kolonkalar ham bor ekan. Holati yaxshi holatda turibdi. Pryamoy egadan telefonlashib olaverasizlar. Mashinani kamchilik yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r holatda turibdi. Hozir motor qismini ham ochib ko'rsatamiz. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlarga har kun chiroyli avtomobillarni ko'rsatib boramiz. Motor holatlari suv demagan motora. Bombalar joyida turibdi. Даже klapan ham ochilmagan. Xullas, holati zo'r. Motor, hadoyi, korobka hamma narsasi cho'tki, qilinadigan narsalar qilingan, balon, akkumulyator, metan gazi toza qo'yilgan. Xullas, tayyor avtomobil. Narxi 95 million so'm, srochniy sotiladi. Like bosamiz, videoga kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiramiz. Pryamoy egani nomeri turadi, telefonlashib, kelishib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad. Like bos, esdan chiqmasin. Kraskalar ham rodnoy. Уже kraska urilgan bo'lsa, ishi ob-havoda bilinadi, spichkada. Cho'tki holatda turibdi. Xullas, hammaga nasib qilsa shunday avtomobillar.